Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan e'lon qilingan kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida amalga oshirilayotgan xayrli ishlar bugun nafaqat respublikamiz, balki Namangan viloyatida ham keng miqyos kasb etyapti. Ayniqsa, aholining tomorqa yerlarini samarali sug'orish imkoniyatlarini kengaytirish hamda suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish maqsadida mahallalarda yangi irrigatsiya tarmoqlari tortilyapti. Mavjud ariqlar tozalanib, betonlashtirilmoqda. Pop tumanidan tayyorlangan lavhada mavzu davom ettiriladi. Pop tumanida 2025-yilda kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida mahallalarda aholi tomorqalarini sug'orish tizimini yaxshilash bo'yicha Chig'anoq mahallasi tanlab olingan edi. Bugungi kunda Chig'anoq nafaqat fayzli manzil, balki haqiqiy bunyodkorlik hududiga aylantirilmoqda. Aholining yashash sharoitlarini yanada yaxshilash maqsadida yaqin 13 milliard so'm mablag' evaziga bir qator muhim loyihalar hayotga tatbiq etilyapti. Xususan, tomorqadan foydalanish sifatini oshirish uchun 1,2 kilometr masofaga oqova suv quvurlari tortish ishlari amalga oshirilmoqda. Loyiha sarfiga 1 milliard so'm mablag' ajratilgan bo'lib, tez kunda yakunlanishi kutilayotgan bu xayrli ish natijasida Do'stlik, Chig'anoq ko'chalaridagi 200 ta aholi xonadonlari oqova suv bilan ta'minlanadi. Oldin aholiga suv kirmagan bo'lgan, hozir 1133 metrli aholiga tomorqa to'ch suv tortyapmiz. Mahallaning ichida ariq tortyapmiz. 850 metrli summamiz 1 milliard 825 millionni tashkil etadi. Hozirgi kunda ish jarayoni 70% tashkil qilib qo'ydik. Texnikalarimiz 3 ta, ishchi kuchi bir 15 ta bor. Ariq tomonda quyayotgan bolalar betonniki bir 20 ta bola tashkil qilganmiz. O'pish 35 ta bola tashkil qilganmiz ish jarayonini. Aholi hammasi minnatdor. Ayni kunlarda eskirib, yaroqsiz holga kelib qolgan 865 metr ichki ariqlar betonlashtirilmoqda. Natijada og'ir toifadagi mahallaning 180 ta xonadonlarning yer maydonlarida suv ta'minoti yaxshilanadi. Mazkur ish jarayoniga 10 nafardan ortiq ishchi kuchi va 4 ta maxsus texnikalar jalb qilingan. Bu aholi tomorqalariga oqova suvning to'liq yetib borishini ta'minlaydi. Mana bu ariqlarimizda suvlar bizga yetib kelmas edi. Ba'zi bir joyga yetib kelib, ba'zi joyga yetib kelmasdi. Mana hozir endi qarang, biram zo'r qilib buni bizga mana shu chiroyli qilib hamda suv yaxshi keladigan qilib, suvlar kelsa, oldin bir marta hosil oladigan joylardan esa yana ulardan ham 3 marta hosil olishga erishamiz. Biz bundan xursandmiz, shukronasiga biz mehnatni yaxshi qilib, yaxshi duo qilib, hamda bolalarimizni shu prezidentimizga, davlatimizga yaxshi xizmat qilish uchun hamda farovonlik sari hammaga nasihat qilib, ularga biz mana shu yo'l yo'rig'ini ko'rsatib qo'limizdan kelganicha yurishni Alloh nasib qilsin. 3 kundan keyin mana shu katta yangi asfaltlar qurilyapti. Hamma xursand, hamma qattiq shijoat bilan ishlayapti. Bularni ko'rib biz yana yashagimiz kelyapti. Yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz umri uzoq bo'lsin. Tumanning Orom mahallasi tomorqachilikka ixtisoslashgan. Aholining 85% kartoshka, pomidor, makkajo'xor va 90 bosti ekinlar yetishtirish bilan shug'ullanadi. Biroq nasos orqali suv yetkazib berish qobiliyati pastligi sababli kerakli sig'imdagi suvni yetkazib berish imkoniyati mavjud emas edi. Qariyb 35 yildan buyon aholini qiynab kelayotgan ushbu muammo hal etilmoqda. Orom mahallasi hududida qiymati 875 million so'm bo'lgan 160 kilovatli nasos o'rnatilyapti. Bu orqali hududdagi 600 ta xonadon tomorqasiga uzluksiz oqova suv yetib boradi. Mahallada 5480 nafar aholi istiqomat qiladi. Kambag'allikdan farovonlik sari dasturi hamda Jahon taraqqiyot bankining qo'llab-quvvatlovi asosida hududlarda 8,2 kilometr yo'lni asfaltlash, elektr ta'minotini yaxshilash uchun 270 ta beton ustunlar, 2 dona transformator, 6,2 kilometr elektr tarmog'i tortish ishlari ham rejalashtirilgan.